Salom odamlar. Bu videoda biz sizlar bilan Abduqodir Husanovning yangi chiqqan 98 reytingli kartasini sinovdan o'tkazib ko'ramiz. O'zini himoyada qanday tutishi, qanday his qilishlarini albatta ko'rib chiqamiz. Demak, biz boshladik. Hali to'liq ko'rib chiqmaganlar uchun bitta obzor qilamiz. 186 bo'yli, 20 yoshli, mana 84 kilogrammli Abduqodir Husanov Manchester City kartasi keldi. The Destroyer stili bilan keldi. Heading 83, 92, 93, 96, 94. Himoyaviy skillari yaxshi, tezligi 85. Qolgan statistikalari ham albatta joyida. Xo'p, Abduqodir Husanov 98 reytingda The Destroyer, ikkita The Destroyerda o'ynatib ko'ramiz. Rüdiger va Abduqodir Husanovni qanday his qilar ekan o'zini. O'yin boshlanishidan oldin videoga bitta like bosib qo'ying. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, agar yangi bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Juda ham foydali, futbol haqidagi foydali videolarni topishingiz mumkin u yerda va kommentariyaga o'z fikringizni ham qoldirishingizni so'rab qolardim. Xo'p, PvP ga kiramiz. Bunda 5 ga yetib qo'ygan ekanman. Qani Abduqodir Husanov bilan biz ochko olamizmi yoki yo'qmi ko'rib chiqamiz. Demak, mana do'stlar, uje raqibimiz tayyor. Milan Kamronxon Uzubi bilan o'ynaymiz ekan. Bu yerda hozir formalarni alishtirib olamiz. Milanga albatta o'zini qizil formasini beramiz. O'yinga qanaqadir qiziqish berish maqsadida. Xo'p, away. Demak, o'yinga kiramiz. Xo'p, bu yerda raqib komandani bitta ko'rib olamiz. Mana Harry Kane, bu yerda Gnabry ko'tarib beradi, Naves shekilli. Akamiz va zashitalarni ham juda orqa-roqqa teribdi. Ko'ramiz. Xo'p, mana o'yin boshlanyapti. To'p bizda ekan. Inter Milan bilan haqiqiy Milanning o'zi va bu yerda birinchi xato Valverdedan. Rafael Leao, Harry Kane, bizda Belletti va Husanov. Husanov o'zini ko'rsatyapti, yaxshi. Husanov yaxshi boshlayapti. Federico, Neymar Junior bilan yana Federiconi o'ziga qaytarib beramiz va oddiy pas Messiga. Messidan zarba, kuchsiz chiqib qoldi. Mayli. Xo'sh, bizda standart vaziyat bor, undan foydalanishga urinib ko'ramiz. Do'stlar, menda bitta savol bor edi. Agarda malol kelmasa, kommentariyaga yozib ketinglar. Shunaqa videoni to'liq holatda qo'yganim yaxshimi? Mana o'yinda hech qayeri kesilmagan. To'liq holatda qo'yganim yaxshimi yoki bo'lmasam faqat vaziyatlarni qo'yganim yaxshimi? Shuni kommentariyaga qo'yib ketinglar. Kimi ovozi ko'proq bo'lsa, o'shanga qarab biz, ya'ni men video tayyorlashni boshlayman. Demak, zarba o'xshamadi. Kim galla qo'yadi? Husanov o'zi galla qo'ydimi? Rüdiger va Gnabry to'qnashuvi. Rüdiger olib berdi. Neymar Juniordan yorib kirish. Robert Perezdan pas o'tmadi. Xo'p, Leao va Husanov. Mana qaranglar, nima deb o'ylaysizlar? O'zini ko'rsatyapti Husanov. Yaxshi, Roberto Carlosdan yaxshi o'tish. Tezligi juda ham kuchli Roberto Carlosni 102 buni adashmasam va Neymardan kiramiz chapga zarba. Biroz o'xshamadi. Neymar, mana do'stlar, ma'lumot o'rnida aytib ketay, mana shu prolific winger deyiladi. Shunaqa yorib kiradi prolific wingerlar. Ikkala chap o'ng qanotlarga winger qo'ydingizmi, uni skilli prolific wingermi? Demak, yorib kirishingiz mumkin. Uni shunga moslashtirilgan o'zini o'yin uslubi bor, stili bor. Federico Valverde ham o'zini yaxshi his qilyapti. Neymarda tezlik yuqori. O'zida zarba berishga urinib ko'ramiz va Tony Adams yaxshi. Bellingham biroz og'ir o'yinchi, lekin Messiga emas-da endi Belletti. Messiga ham kallada beraversa g'alati-yu. Roberto Carlos, Neymar. O'tmadi. Rüdiger va Husanov ishlayapti himoyada. Hoppa. Yaxshi, o'ziga suq qo'ymadi Husanov. Valverdedan chiroyli pas. Yaxshi, Perez, zarba. Ichiga chiqoldim.
Kech qoldim. Belletti yaxshi chiroyli harakat qildi. Neymar Junior everybody. U yaxshi. Baka yaxshi o'ynayapmiz bolalar. Vaziyatlar yaxshi. Bizga hozir asosiysi goldan ham muhimroq Husanovni himoyaviy holatini ko'rishimiz kerak asosiysi. 98 reyting bilan keldi. Endi bilmadim qanchalik adolatli. O, yaxshi Husanov. Baka chiroyli o'ynayapti Husanov, lekin chiroyli o'ynayapti. Haligi sof o'ynayapti-da, xatolarsiz. Hop, Valverde, Rudigerdan xato, Husanov va Beckenbauer o'zi yopdi. Bellinghamdan xato, Bellinghamning o'ziga ochiq joy bor, bo'sh hudud bor. Perez Bellinghamga yana Bellingham tushunmadi bizni, ichkariga kirib ketib qoldi. Husanov yaxshi va birinchi taym tugadi bolalar. Statistikani ko'raylikchi. Hop, 5 ta zarba. Balki biz tomonda 65%. Top nazorati ham bizda ekan. Husanov kayfiyati ham chotki, o'ynayman deb turibdi. Yaxshi, raqib kuturmadi, ikkinchi taymni boshlab yubordik. Hop. Neymar. Yaxshi. Kimdan chiqib ketdi? Adashmasam bizda. Neymar, Messi the tight position yaxshi. Bol kontrol ham zo'r. Hop, Neymar Juniorda, Neymar pas, Bellingham, orqaga tortib yuboribman. Hop, Abduqodir Husanov va Harry Kane. Yutqizma. Yaxshi, yutqizmadi. Havoda yutqizib qo'ydi-yu, lekin to'pni yana qaytarib olib, jamoaga qaytarib berdi. Yaxshi, Husanov. Carlosga Bellingham, Beckenbauer, Valverde mana shu atrofda ko'zimga ko'rinmayapti-da, Valverde deb tepardik bo'lmasa. Bellingham yaxshi. Valverde himoyachi yaxshi o'ynadi. Neymar, Valverde, Federico. Yana Valverde edi. Bellingham. Messi ochilmoqchi edi. Bo'sh hudud, gektar ochilib qoldi. Gektar makka eksa bo'ladi va Belletti yutqizib qo'ydi. Voy, Buffon. Yaxshi Buffon. Jianda u. Yaxshi, toza harakat qildi hozir Buffon. Messi yutqizib qo'ydi. Yana Messida va Neymarga. Neymar pas beramiz. Opa, Robert Pires. 103. Yaxshi. 71-daqiqada yaxshi gol. Bellingham olib qo'yadi. Yangi kelgan Kevin De Bruyne haqida mendan so'rashyapti. Hozir shu hujumni tugatib olaylik, gapirib beraman. Gnabrydan pas va Abduqodir Husanov qaytardi. KDB haqida De Bruyne statistikalari yaxshi joyda. Ayniqsa Isak ham kuchli. U kartaga deb qo'yishibdi. Hujum geniysi, hujum dahosi degan kommentariya beribdi Kanamini o'zi. Demak, Isak ham ancha kuchli bo'lib chiqqan. Kartasi va Messidan kuchsiz bo'lib qoldi zarbasi. Karta show time'larni ochishni maslahat beraman, kimda yo'q bo'lsa, misol uchun. Misol menga mana Bellingham bor, o'rtada yaxshi, menga misol KDB kerak emas. O'sha Kevin De Bruyne. Kimlardadir yaxshi o'ynata oladi Kevin De Bruyne'ni, hozir Harry Kane'da xavfli vaziyat zarba. Yaxshi Buffon. Shuning uchun bolalar, men agar sizda yo'q bo'lsa, o'sha markazga o'yinchi kerak bo'lsa va hujumchi kerak bo'lsa, bo'ydor lekin tezkor hujumchi kerak bo'lsa, o'sha pakni ochishni maslahat beraman. Albatta pack opening ham qilib berishim mumkin o'zim. Mana shunaqa streamda desangiz streamda yoki oddiy video qilib bo'lsangiz video qilib chiqaramiz.
pack opening sizdan hech qanaqa summa talab qilinmaydi, shunchaki naborot coinslarni biroz arzonlashtirib berishim mumkin, chunki menga kontent bo'lib qoladi-da bu. Shuni hisobiga. Shuning uchun Telegramdan bemalol menga murojaat qilinglar. Mana shu holat desanglar, olamiz, ochishga harakat qilib ko'ramiz. Isak bilan KDB uchun. Yonidagi o'yinchisini bilmadim to'g'risi. Xo'p. Raqibni kutamiz. Joshua Kimmich. Husanovdan xato Husanovdan. Shu Husanov pozitsiya tanlash, joy tanlash, mana bu tackling qilish, to'pni olib qo'yishlarda yaxshi-yu. Sakrashda berib qo'yapti-da. Chotda shunaqa bo'lyapti-da. Mayli. Hozircha paka yaxshi turibdi. O'zingizlar sezyapsizlar Husanov turishini. Tepami bu? Tepami? Turaveramikin mana shunaqa qilib. Nima deylar? Bo'la shunday like, podpiska bosib qo'yinglar, yana bir eslatib qo'yay. Vaqt bor edi. Fodendan Beckenbauer o'zi Beckenbauer. Qaydagi? O'ket. Sal qoldi. Kamavinga 7-raqamda olib teperyapti timmi. Qayerga ketib qoldi men o'yinchim, yopmasdan oldin. Kamavinga, Vini Junior, Vini. Uzoq-uzoqlarga tep beramiz. Rondan olib qo'ydi-yu, Van Dijk. Bullet header Rondan olib qo'ydi, Gnabry qochib beradi timmi. Yo-mayo, Van Dijk yaxshi bo'lib ketdi-yu. Xo'p, bizda ham bor Belletti mana chopadiganlar. Bo'ldi do'stlar, yutdik, yaxshi o'yin bo'ldi. Husanov zo'r qatnashdi, normalniy. Birinchi o'yiniga, debyut o'yiniga. Like bosinglar, podpiska bo'linglar, kommentariy yozinglar va coins kerak bo'lsa Telegramdan murojaat qilinglar, coinslar olib beraman. Hammaga rahmat.